har bir ishni boshlashdan oldin bitta tanka kerak bo'ladi deganlarida, mana o'sha tanka, sizlarning tankanglar. Mana o'sha tankamizni to'liqroq obzorini so'rayotgan podpischilarimiz uchun maxsus obzor qilib beramiz tankamizni. Mana tankamiz 100% balondan yasaladi. Diskalardan tortib, hamma mana bu lyuk pushkalarigacha ham hammasi balondan bo'ladi 100%. T34 nomli tankamiz. Lyuklari ochiladi. Bemalol bolajonlarimiz kirib o'ynashligi mumkin. Havo aylanish, ichkari tomondan havo aylanishlari yaxshi, shuning uchun bezopasniy deb ayta olamiz. Eslatib o'tamiz, yana bitta joyda turadi, lekin bunda oyoq yasab olsanglar, bunda oyoq qayerga yuribsa ham bo'ladi. Harbiy maktablar uchun juda ham yaxshi qo'l keladigan narsa. Bayramlarda ham foydalansak bo'ladi. Narxlari 620 ming so'm bo'ladi. Gabariti katta. Chiroyli bo'lgan. Endi yillar o'zi tankani bilsangiz, o'zi tanka o'zi chidamli texnikaga kiradi. Endi biz ham shunga qarab chidamli qilib yasashga harakat qilganmiz. Xudo xolasa yillar davomida xizmat qiladi.